Bir kuni Hazrati Musa alayhissalom Tur tog'iga chiqib, Robbilari bilan suhbatlashib, duo qilib so'radilarki: "Ey Robbim, menga bandalaring, qullaringga qiladigan adolatingni ko'rsat. Shuni ko'rgim kelyapti" dedilar. Shunda Alloh taolo: "Ey Muso, bularni ko'rishga, sabr qilishga kuchingiz yetmaydi" dedi. Musa alayhissalom: "Ey Robbim, seni xos yordaming va lutfing bilan sabr qila olaman, ko'rsat shuni" dedilar. Shunda Alloh taolo: "Unday bo'lsa, falon joydagi chashmani oldiga borib, bir tepalikqa chiqib turing, bo'ladigan voqealarni kuzating" deb buyurdi. Musa alayhissalom bu chashmani oldiga borib, bir tepalikqa chiqib, chashmaga qarab turdilar. Shunda bir otliq kelib, to'xtab, haligi chashmani oldida tahorat qilib, namoz o'qib, yana otiga minib yo'lga chiqib ketdi. Shu orada beliga bog'lab olgan hamyonini bir chekkaga qo'yib qo'ygan edi tahorat qilishdan oldin. O'sha oltin to'la hamyoni o'sha yerda qolib ketib qoldi, esidan chiqib qoldi. U otliqdan keyin bir yosh bolacha kelib, u yerdan suv ichib, yaltirab turgan hamyonni ko'rib, ochib qarasa ichi to'la oltin, xursand bo'lgancha chopib orqaga qaytib uyiga jo'nab ketdi. Bundan keyin bir ko'zi ko'r odam kelib, chashmadan suv ichib, ozgina hordiq olib turgan edi. Birinchi hamyonini qoldirgan otliq hamyoni esiga tushib, chashmani oldiga qaytib keldi. Ko'zi ko'r qarayani ko'rib, yoqasidan ushlab: "Mani bu yerda hamyonim bor edi. Sen olgansan, ber menga hamyonimni" dedi. Shunda haligi ko'zi ko'r qariya: "Ey inson, men bir ojiz qariya bo'lsam, uni ustiga ko'zim ko'r. Seni hamyoningni qayerda ko'raman? O'z yo'limni zo'rg'a topib keldim" dedi. "Yolg'on aytasan" deb qo'ynidan hanjarni olib, haligi qariyani o'ldirdi va otini minib yo'lga qarab chiqib ketdi. Musa alayhissalom dod dedilar, faryod: "Ey Robbim, ortiq sabr qila olmayman. Sen to'g'ri aytgan ekansan. Bilaman, bu seni adolating. Bu ko'rgan narsalarimni hikmatini menga anglat" deb duo qildilar. Shunda Jabroil alayhissalom Allohning amri bilan kelib, bo'lgan voqealarni hikmatini aytib berdilar. "Ey Muso, hamyonda olib ketgan kichkina bolakay o'ziga tegishli bo'lgan haqini olib ketgandi. Ya'ni u otliqni qo'lida u bolakayda otasi xizmat qilardi. Necha yillardan beri uni xizmat haqini bermay zulm qilib yurgandi. Xizmat haqi to'planib, oxiri o'sha hamyonda jamlanganda bir sabab bilan chashmani oldida o'sha xizmatchini o'g'li hamyonni topib olib uyiga qaytib ketdi. Aslida u o'zini haqi edi, ya'ni otasi tomondagi haqi edi. Ikkinchi ko'zi ko'r odam esa ko'zi ko'r bo'lishidan oldin uni o'ldirgan otliqni otasini o'ldirgan edi. Endi buni ko'zi ko'r bo'lib, bu katta bo'lib, bu odamni o'zi o'ldirdi degan ekan. Azizlar, dunyoda hech narsa hisob-kitobsiz qolib ketmaydi. Bu Alloh taoloning bir adolat. Alloh ko'rsatib qo'yaman desa, insonlarning sabr toqati yetmaydi. Azizlar, ba'zida ko'p narsalarga guvoh bo'lamiz-da. Mashina bozoriga mashina olaman deb borsangiz, yoki mol bozoriga borib bir qurbonlikka qo'y mol olaman deb borsangiz, qush bozorida ham, baliq bozorida ham, bir kiyim qilarman deb kiyim bozoriga borsangiz ham, yoki bitta quruvchi ustaga xizmat qilib bir vazifa bilan borsangiz ham, ko'p holatlarda bir tomonda soddaligi, oddiyligi, ancha-muncha narsaga aqli yetmayotganini ko'rib, darrov ikkinchi tomon aldab,
tursin foyda qilib qolaman. Ha, zamon aqlli ediki, ha bu aqli yetmas ekan, bu sodda ekan, bu deb darrov ikkinchi tomonda haqini yeyishga o'tib ketiladi. Guvoh bo'lib turasiz ba'zida. Keyin bilasiz, aldab qo'yganini keyin sezasiz. Lekin qaytib borsiz, u odamni ham topolmaysiz yoki tanolmaydi. Dunyoda mana shunaqa yutuqqa erishayotganga o'xshaydi u insonlar. Lekin asli yutqizayotgan bo'ladi. Dunyoda birovda haqqi qolib ketgan odam xavotir olmasin, albatta oladi. Lekin birovda haqqi qolib ketgan odam o'ylasin. Yoki o'zi, yoki oilasi, yoki farzandlari qaysidir yo'li bilan u dunyoda o'zida beradi. U dunyoda. Lekin u dunyodagi hisob ham oxir bo'ladi. O'ylamang, bu soddalik qildi, ha bu harflik qildi, bu ko'rinishdagi bir ishlar. Ko'rinishdagi bir ishlar. U odamning soddaligi, u odamning oddiyligi birovda haqqini yeyishingizga imkon bermaydi sizni. Alloh bir sinov uchun sizni oldingizga yuborgan edi. O'shani ishini oddiy ham bitirib olsangiz bo'laveradi. Ba'zida hech qanaqangi haq evaziz ham pul bermasdan ham, haq talab qilmasdan ham bir mo'min odamning ishi bitib ketib qoladi. Lekin shunda ham ayrim odamlar ha bu tushunmayapti, tursin foyda qilib qolay deb rozi bo'lsa uni haqqini olishga harakat qilinadi. Bu eng katta xatar. Alloh saqlasin. Barchalarimizga o'zi yurishda hidoyat, saodat nasib bo'lsin. Assalomu alaykum.